musulmon bo'lmagan juda ko'p kishilar, insoflilari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayotini, xulqini, qilib o'tgan ishlarini, tarixini o'qib lol qolishdi. Garchi ular musulmon bo'lmasa ham insof yuzasidan, insofli bo'lganliklaridan haq kalimalarni aytishdiki, tarix satrlarida bu narsa yozilib qoldi. Ana shu mashhur kishilarni, g'ayridin bo'lgan mashhur kishilarning Payg'ambarimiz alayhisalom haqida aytgan so'zlari payg'ambarimizning haqiqatan buyuk inson bo'lganligini ana shu g'arb dunyosiga tanitadi. So'zimni boshida aytdim, bizga keragi yo'q bo'ladi gapini. Va innaka la ala xuluqin azim degan Alloh taolo, albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz degan, bizga yetadi. Ammo bu narsa ular uchun. Nima uchun keltiramiz bu guvohliklarni? Birinchidan, musulmonlar payg'ambarimizga bo'lgan ishonchi, muhabbati yana ham qattiqroq bo'lsin. Biz keragi yo'q bu narsani aytdik mana, ularning guvohligini. Ikkinchidan, islomga zulm qilayotgan, tuhmat qilayotgan, dinimizdan bexabar bo'lgan g'ayridinlar dinga bo'lgan, islomga bo'lgan tushunchasini o'zgartirishligi uchun. Bas bunday kishilar o'zlari ulug' deb ataydigan hamyurtlarining Muhammad alayhisalom haqida aytgan guvohliklariga boshqalardan ko'proq muhtoj. Mana shu guvohliklardan mana ayrimlar. Mana shu guvohliklardan ayrimlar. Fransiyalik Gustav Le Bon u aytadi: agar kishining ulug'ligi uning ishini buyukligi bilan o'lchansa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam tarix bilgan kishilarning eng buyugi. Odamning ulug'ligini qoldirib ketgan ishlari, qilib o'tgan ishlariga qarab turib baholanadigan bo'lsa, Muhammad alayhisalom tarix bilgan insonlarning eng ulug'i. Bitta Goethe. Kim edi bu? Nemis filosofi. Dunyo tan olgan, dunyo bularning falsafasini, she'riyatini o'qib o'rganayotgan o'zlarining ulug'lari. Goethe, nemis shoiri. U shunday deydi: men dunyo tarixini o'qib shunday xulosaga keldim. Dunyo podshohlari to'plagan jamiki boylik va saltanat, qasr va saroylar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammadning yamoq yaxtagiga ham to'g'ri kelmas ekan. Biz Yevropa millatlari madaniyatimiz, madaniy imkoniyatimiz yuqori bo'lishiga qaramay, Hazrati Muhammad so'nggi pog'onasigacha chiqa olgan zinaning birinchi pilla poyasidamiz xolos. Hech shubha yo'qki, biron kimsa u zotdan yuqoriroq o'ta olmaydi. Rasululloh oxirigacha chiqqan pilla poyani birinchi pog'onasida turibmiz biz. Kim aytyapti buni? Ana shu g'arb dunyosiga aql o'rgatayotgan eng aqlli kishisi. Lamartine, fransuz olimlaridan. Diqqat qilinglar, bir ajoyib so'z ekan. Agar maqsadning oliyligi, imkoniyatlarning ozligi, cheklanganligi, ammo shunday bo'lsa ham natijalarning ulkanligi kishining buyukligini o'lchovchi 3 ta o'lchov bo'lsa, bas Muhammad sallallohu alayhi vasallam insonlarning buyugidir. Maqsad oliy bo'lsa, ammo imkoniyatlar cheklangan bo'lsa, shunday bo'lishiga qaramasdan natijalar insonda aqlini lol qoldiradigan darajaga yetganligi 3 ta. Insonni buyukligini o'lchaydigan o'lchov bo'lsa, Muhammad alayhisalom insonlarning eng buyugi. Qarang, payg'ambarimiz bitta o'zi edi. Bitta Hadicha onamiz edi. Bitta Ali ibn Abi Talib edi. Bir erkak, bir ayol, bir go'daydan boshlangan din birodarlar. Mana sizlar ana shu dinning vakillarisizlar.